Bu qiz uxlashga yotayotganida psixopat uni kravatini tagida qo'lida shpris bilan kutib turgandi. U yotganidan keyin shprisni qizga sanchadi va uni oqibatida qiz falaj holda yerga qulaydi. Bu voqeadan keyin 3 kun davomida psixopat qiz bilan o'zini iflos ishlarini qilib boshlaydi. Film juda ham dahshatli kino. Bu odam hamma uylarga qorovul sifatida kirib, mana shunaqa taktika bilan o'sha kravatning tagiga kirib, o'sha yolg'iz ayollarni shu ko'yga solib o'ldirib ketardi. Hatto 12 ta qizni shunaqa o'ldirishga muvaffaq bo'lgandi. Film sizni umuman qichqirib yoki umuman arvohlar bilan qo'rqitmaydi. Shunchaki bu filmni ko'rayotib, agar hayotda ham men bilan shunaqa voqea sodir bo'lsa-chi deb o'zingiz cho'chib, junjikib ketasiz. Shuning uchun ham bu filmni ko'rgan odamlar bu filmni oddiy kino emas, dahshatli darajadagi psixologik triller deb ta'riflashadi. Kinoni 18 yoshdan kichkinalar ko'rishi umuman taqiqlanadi va agar siz ko'rmoqchi bo'lsangiz kinoni profildagi linkdan o'tib mana shu kod orqali yuklab olsangiz bo'ladi. Obuna bo'lishni ham unutmanglar, yana ham qiziqarli kinolar profilimda.